Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatida arab dunyosining ko'zini bo'yash uchun zo'r kuch sarf qilayotgan bo'lib, bu hafta arab davlatlari siyosiy partiyalari kadrlar tekshirish o'mikini Sharq Turkistonni ziyorat qildirgan. Xitoy taratqularının xabar qilishicha, tekshirish o'mikining o'mak boshlig'i Falastin Fatah inqilobiy komitetining a'zosi Basam Zakarani, Suriyaning sobiq ma'muriy taraqqiyot ishlari davlat ishlari ministri, Suriya Kommunistik partiya siyosiy byurosining a'zosi Abdullah Khalil, Livan Sotsial taraqqiyparvarlar partiyasining muavin raisi Xabulba O'in, Misr Kommunistik partiya markaziy komitet a'zosi Said Abdullah Zoir, Falastin Xalq kurash fronti siyosiy byurosining bosh kotibi Muhammad Alush ilgari-keyin so'z qilgan. Ular birdek har millat xalqining xotirjam, diniy e'tiqod erkinligidan to'liq bahramand bo'lgan holatda yashayotganligini, bu yerda ko'rgan anglaganlarini texmi ko'p kishilarga so'zlab berdiganligini bildirishgan. 18 yil ilgari, ya'ni 2006 yili martda Kanada fuqarosi Husayn Jalil ayoli Kamila va bolalari bilan O'zbekistonga tuqqan yo'qlashga borgan. Shu yili 27 mart O'zbekiston soqchilari uni qo'lga olgan. Ayni vaqtda Kanada amaldorlari Husayn Jalilni O'zbekistonda tutib turayotgan o'rinda ziyorat qilgan va uning qo'yib berilishini talab qilgan. Ammo 2006 yili 6 oyda Husayn Jalil Xitoyga o'tkazib berilgan. Husayn Jalil 2007 yili 4 oyning 19 kuni Urumchi O'tir xalq sud mahkamasi tomonidan terrorlik faoliyatiga qatnashgan va davlatni parchalash suiqasdi bor degandek jinoyatlar bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. 2021 yili Xitoyda jasuslik jinoyati bilan tutib turilayotgan Kanada fuqarolaridan Michael Kovirk va Michael Spauer Kanadaga o'tkazib berilgan. Ammo pakitsiz ayıplash bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Husayn Jalil haqida hech qanday aniqlama berilmagan. Egilishicha, kelar dushanba kuni o'tkazilmoqchi bo'lgan bir yig'inda Amerika eksport siyosatining mas'uli Alan Stevens, Gollandiya amaldorlari va donglik yerim o'tkazish shirkati bo'lgan ASMLning vakillari bilan ko'rishib, Gollandiya shirkatining Xitoy o'zak yasash uskunalariga mulozimat qilishdagi cheklamalarni muzokara qilar ekan. Bu harakat Bayden hukumatining murakkab yerim o'tkazgich mashinalariga erishishni cheklash orqali Beijingning texnikalik taraqqiyotini cheklashdagi texnik keng strategiyasining bir qismi ekan. Amerikada 80dan ortiq musulmon hukumatsiz tashkilot Amerikaning G'azza siyosatini konkret o'zgartirishni talab qiladiganligini o'ttirib qo'ydi. Amerikadagi arablar, falastinliklar va ularni qo'llaydigan har xil ommaviy tashkilotlarni o'z ichiga olgan 80dan ortiq tashkilot Baydenga avatgan xatida Isroilning G'azzada paydo qilgan krizisiga munosabatlik Amerikaning qonuniga asosan harakat qilmaganligini va uning javobgarligiga tortish kerakligini ko'rsatgan. Xitoyning Jiangxi o'lkasida soatlik sur'ati 127,8 kilometrga yetgan qattiq bo'ronning ta'sirida 7 odam o'lgan, 11 odam yaralangan. O'lka markazi Nanchangdagi bir binoning o'g'isi bo'ron sababdan uchib ketgan bo'lib, shaharda 3 odam hayotidan ayrildi. Ularning 2 nafari 20-qavatdan, biri 11-qavatdan tushib ketgan. Nanchangda qazo qilgan boshqa 4 kishining o'lish sababi texnik aniqlanmagan bo'lib, doiralar 11 kishining yaralanganligini e'lon qildi. 1990 yılı 4 ayının 5 günü Barın bozorida boshlangan Xitoyning zulmiga qarshi turish harakati Xitoy armiyasining qurolliq arilishining inkosi sifatida milliy qarshilikqa aylandi. Xitoy armiyasi tarafidan qattiq bostirilgan bu qarshilik Uyg'ur tarixida muhim o'ringa erishdi. 35 yil ilgari, ya'ni 1990 yili 4 ayning 5 kuni Zaydin Yusuf boshchiligidagi Uyg'ur xalqi Aqto'y noyisining Barın bozorida Xitoy kommunistlarining zulm, siyosiy ziyonkashlik, irqiy kamsitish va milliy diniy yo'qotish siyosatiga qarshi qarshilik ko'rsatish harakatini boshlagan. Bu harakat Xitoyning qurolliq arilishiga javoban qurolliq inqilobga aylandi. Barın qo'zg'oloni yoki Barın qirg'inchiligi degandek nomlar bilan atalgan bu inqilob Uyg'ur xalqining siyosiy tarixida muhim bir harakat bo'lib qoldi.